Bugun Buxoromizda tirnoq ustasi Ma'mur Ichkam o'z salonlarini ochdilar. Ochilish marosimiga kelganman, senyoritalarim. Mana qayerga joylashganligini birinchi o'rinda aytib o'taman. Fridasker restoranining ro'parasida joylashgan. Fridasker Byurodgoh yonida Chinor restorani bor. Chinor restoranining yonida joylashgan. Yangi domlarning pastida. Yonida esa Maloko Miyod degani ham bor ekan. Mana arenka ko'rsatyapman, senyoritalarim. Ma'mur Ichkam bir tarixiy shaxslar. Nima uchun tarixiy demoqchiman? O'zlari asli Tojikistonlik, lekin Buxoroga kelin bo'lganlar. 10 yil, 20 yil Rossiyada ish faoliyatlarini olib borib, o'sha tirnoq sohasida eng yetuk mutaxassis bo'lib, lekin yana qaytib Buxoroga qaytib kelganlar. Lekin baxtga qarshi bir taqdirlari ham bir ajoyib tarzda o'tgan. Ya'ni ular O'zbekistonlik, Buxorolik, o'zlari esa Tojikistonlik, baribir shu tomonni ma'qullab, farzandlarini ota yurti, farzandlarini qoni shu yerda to'kilgan deb Buxoroga kelib, o'z salonlarini ochdilar. Agar tirnog'ingizni shilak, shunaqa tirnoq bo'yicha nima ish qildirmoqchi bo'lsangiz, bemalol